Kasallik bilan kasallanganiga 1 yil bo'ldi bilganimizga. Dildoraxon ikkinchi farzand. Ikkinchi farzandiz-a? Yotmasa bo'lmaydi, tezda yotish kerak, ximiya olish kerak dedi. Isitma kirib, ko'ngil aynib, uncha ovqat yemay qo'ydi. Qo'l bilan tekkanda sezilarli darajada bez bormidi? Ko'krakda tagida ishiq bor edi. Xo'p. Ishiq qovurg'ada pastga doğru ishib tushdi-da. Qovurg'ada. Endi qo'ltiq tagida yong'oqdek bez paydo bo'ldi. U ham maydalandi, mayda-mayda, manaqa kichkina bo'lib maydalanib ketdi. O'g'lim aytdiki, "Mana shunaqa Halila degan dori bor ekan, ichasizmi?" Dedim, "Lekin mayli" dedi. Farzandingiz shu kasallikni chalinib qolgan eshitganingizda ishingizdan birinchi kun nima o'tdi ona? Endi uni aytib bera olmaysiz ekan-da. Hamma yo'q o'tar ekan, yaxshilik ham o'tar ekan, yomonlik ham o'tar ekan. Ha, men o'zim bilyapman, qaytyapti. Dedi, Alloh shifo bergani rost bo'lsin dedim. 1 oy to'liq o'tishni bo'lmasdan 1 oy to'liq ichmadik, shunchalik shifo berdi Alloh. Alloh xayrli qilsin. Assalomu alaykum, Halilaning aziz va qadrli kuzatuvchilari. Biz hozir Andijon viloyati Xonobod shahri Kampirobod qishlog'idamiz. Dildora opamning xonadonlariga sizlar bilan yana bir natijani bo'lishgani tashrif buyurdik. Bizni kuzatishni davom eting. Assalomu alaykum, Halilaning aziz va qadrli kuzatuvchilari. Biz hozir Dildora opamning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Dildora opam onalari, xudo xolasa Halila mahsulotini iste'mol qilib, qanchalik natija ko'rganlarini hozir onaxonlarning o'zlari inshaalloh gapirib beradi. Assalomu alaykum ona. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Tinchmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomatmisizlar? Rahmat. Ishlayapsizlar, charchamasdan sizlar ham. Sababini ham baribir keltirib o'taylik. Nimaga opam yo'llarini? Chunki hozir baribir hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda Dildora opam bizani qidirib ketib qolganlar. Biz bu yerdamiz. Ular hozir boshqa joyda bo'lib qoldi. Shuning uchun onaxonning o'zlaridan xudo xolasa mahsulot haqida qanaqa natijalar ko'rganlar va aynan qanaqa kasal bilan kasallanganlari haqida to'liq xudo xolasa o'zlari gapirib beradilar. Onaxon o'zi bu narsa bilan kasallik bilan kasallanib qolganlariga qancha bo'ldi? Necha yil bo'ldi? Kasallik bilan kasallanganiga 1 yil bo'ldi bilganimizga. Rossiyada edi, o'sha yerda orib isitma kiribdi. Isitma kirgan ekan, kelinimga aytibdi, "Mana shunaqa ko'kragim og'riyapti, isitma kiryapti" deb ashuna debdi. Degan ekan, "Ha, bo'pti, nima doktorga bormadingizmi?" desa, "Yo'q, bormadim" debdi. Undan keyin uyga keldi. Uyga kelgandan keyin biz doktorga borasan deb majbur qildik. "Yo'q, bormayman" dedi. Yana isitma kirdi. Kiruvdi, lekin doktorga bordik. "Mayka chiqsak, onkologическийga boradi" dedi. Lekin bo'pti deb Andijonga bordi. Andijonga borgandan keyin bitta analizlar topshirdi. Hamma yo'qni topshirgandan keyin nima qilaylik? Mana shu yerda tekshiraveraylikmi analizni, Hindistonga jo'nataylikmi dedi. Hindistonga jo'natinglar dedi. Degan ekan, shu bilan u yoqqa jo'natdi. U yoqdan analiz kelgandan keyin yotasizlar dedi. Yotmasa bo'lmaydi, tezda yotish kerak, ximiya olish kerak dedi. Ya'ni u qiz aytdiki, "Meni organizmim silaviy, Rossiyada ko'p shunaqa kasallarga qaraganman, men bilaman. Yotmayman, ko'tarolmayman" deb shunday dedi. Simptomlari qanaqa bo'ldi? Misol uchun baribir uyda ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'pchilik ayol kishilar hozirgi paytda bilmaydi. Ya'ni qanaqa og'riqlar bo'ldimi yoki ko'ngil aynishda bo'ldimi? Ko'ngil aynidi, og'riq bo'ldi, isitma kirib, ko'ngil aynib, uncha ovqat yemay qo'ydi. Qo'l bilan tekkanda sezilarli darajada bez bormidi? Bor edi. Adashmasam ko'krak saratoni edi boshlang'ich etapda. Keyin metastaza bergan qo'ltiq ostiga. Qo'ltiq ostiga bergan, pastga bergan. Metastaza. Beldan pastga bergan. Ko'krakdan pastiga berdi metastaza. Bergandan keyin shu Qahramonjon dorilarini oldin, shundan keyin olib ichib yurdi. Oldin Toshkentga ham borib ko'rindi. Toshkentda ham analizlar topshirdi. U yerdagi onkologический doktorlar ham "Mana shu yerda yotasiz, davolanasiz" deb shunday debdi. Degandan keyin "Yo'q, men yotmayman. Mana shu kasallarga qaraganman, men bilaman, meni organizmim silaviy ko'tarmaydi" deb unamadi. Unamagandan keyin o'g'lim shu Qahramondonni topibdi. "Mana shu tabib bor, shunda davolaning" dedi. O'shandan beri ashuni dorisini ichyapti. Ashunda ham o'zgarish bo'lyapti-da. "Mana shuna bo'lyapti" dedi. Keyin orada yana og'rib, qanchalik og'rib qoldi? Misol uchun Halilaning ichishdan oldin ahvollari qanaqa edi? Ko'ngil aynish kuchlimidi? Og'riqlar bormidi? Yurarmidilar? Ovqat bemalol yermidilar? Qanaqa simptomlar? Ovqat yer edi, ko'ngli aynimay qoldi o'zi. Shu oldin ham ko'ngli aynimay ashuna bo'ldi. Keyin orada yana bir og'rib, pristup berib, "Og'riyapti o'tim" deb shunday dedi. Dedi, keyin o'g'lim aytdiki, "Mana shunaqa Halila degan dori bor ekan, deyapti Qahramonjon. Shuni ichasizmi?" Dedi, "Lekin mayli" dedi. Dedi, "Bo'pti" deb uni olib keldi. Olib kelgandan keyin uni ichgandan keyin
3 kun ichida o'zgarish bo'lyapti dedi. Men o'zimni yaxshi his qilyapman dedi. Rosa yomon his qilyotgandim. Kechasi bilan uxlamay chiqyapti. Men yaxshi his qilyapman deb ashuna dedik, keyin ha bo'pti, mayli, shifo bo'lsin, ichovi deb ashuna dedik. O'shini ichdi. Ichgandan keyin bir haftachadan keyin men hozir dedi sog'lom odam deyman. Xuddi hamma yo'qda qo'radigandek bo'lyapman men. Qancha muddat ichida shu narsa bo'ldi? Rosa yaxshiman deb bir haftaning ichida ashunday dedi. Bir hafta ichida yaxshi bo'lgani rost bo'lsin dedik. Dedi-yu, undan keyin o'zgarib buva dedi, ha desam metastaza qaytyapti dedi. Dedi, keyin qaytyaptimi desam, ha men o'zim bilyapman, qaytyapti. Dedi, Alloh shifo bergani rost bo'lsin dedim. Bo'pti bolam, dorini vaqtida ichib dedim. Qanaqa misol uchun metastaza qaytayotganingizda uni qanaqa tushunish kerak? Misol uchun aytaylik, ish bormidi yoki qanaqadir qo'li bilan tergan narsa borib yo'q bo'lib qoldimi? Nima shu? Bu narsa baribir insonlarga baribir ko'krak, manaqa ko'krakda tagida ishiq bor edi. Xo'p. Ishiq qovurg'ada pastga doğru ishib tushdi-da. Qovurg'ada. Endi qo'ltiqning tagida yong'oqdek bez paydo bo'ldi. U ham maydalandi, mayda manaqa kichkina bo'lib maydalanib ketdi. Endi bitta ham bunday o'tirganda ham botmay qoldi dedi-da. O'zi ko'pchilik holatlarda qo'ltiq ostidagi bezni kelib qolgani hisobiga qo'l harakat qilish qiyin bo'ladi. Ya'ni ko'tarish, tushirish, harakat qilish insonning o'ziga. Ularda qanaqa qilib ketish bu holat? Ash og'riyapti qo'lim dedi. Ko'tarsa. Hozirgi payt qanaqa ko'tarishlar yaxshimi? Ko'tarsa ham yaxshi, zaryadkalar ham qilyapti uyda, shug'ullanib. Og'rimay qoldi, hech ham og'rimaydi dedi. Qo'l tegsa ham og'rir edi. Hozir qo'l tegsa ham og'rimayapti. Metastaza ham qaytib ketdi. Undan oldin qo'l tegsa bunday qilsa og'rir edi. O'shi ham og'rimayapti. Qaytib bo'ldi-da, endi ko'krak tagiga doğru hali qaytib bo'ldi. Endi ko'rsatsa ko'rasiz ekanda. Necha oydan beri xalila mahsulotini ichyapsizlar? 25-dan beri ichyapti. Qaysi oy? Mana shu oyda 25dan beri ichyapti o'zi. Ha, birinchi oy boshlaganinglar. Endi birinchi oy boshladinglarmi? Ichayotganinglarga? Bu hali bir oy to'liq kurchish emasdan shunchalik. Bir oy to'liq ichmadik, shunchalik shifo berdi Alloh. Alloh xayrli qilsin. Ya'ni bu narsani ham baribir aytib o'tish kerak, chunki shifo Allohdan. Biz faqat sababini qilyapmiz. Hammada har xil natija bo'ladi. Kimdadir tez, kimdadir sekin. Chunki har bir bandaga misol uchun shifoni Alloh beradi baribir. Ko'pchilik inson aytishi mumkin, nimaga deydi, kimdadir 10 kunda natija bo'ldi, menda 2 oyda ham yoki 1 oyda ham bo'lmayapti. Chunki hammada baribir har xil. Chunki organizm hammada har xil. Bu narsani baribir to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Alloh xayrli qilsin, oxirida shifosini bersin. Hozirgi paytda o'zlarini his qilishlari, hozirgi paytda ko'chaga chiqib ketganlar, adashmasam, juda ham xursand bo'ldim. Yurayotganlarini ko'rib, eshitib xursand bo'ldim. O'zlarida hozirgi paytda kasalligimdan, misol uchun nolish degan narsa bormi, yo'qmi? Yo'q, Allohga shukr, shunchalik yaxshi bo'lib qo'yganimga shukr. Alloh shifo berdi. Shu dorini chiqarganlarga ham rahmat, Halila bilan shug'ullangan bolalarga ham rahmat, hammasiga deb o'zi ham rosa xursand bo'ldi. Bular Dildor opam katta farzandingizmi? Dildoraxon ikkinchi farzandim. Ikkinchi farzandingiz. Shu farzandingiz shu kasallikni chalinib qolgan eshitganingizda ichingizdan birinchi kun nima o'tdi ona? Endi uni aytib bera olmaysiz ekan-da. Hamma yo'q o'tar ekan, yaxshilik ham o'tar ekan, yomonlik ham o'tar ekan. Allohga bog'liq hamma yo'q. Alloh shifo bersin qizim. Noumid bo'lmagin. Banda noumid bo'lmaydi. Allohdan tilasang o'zi shifo beradi. Deb ashuna dedik. Biz ham kechasi kunduzi duodamiz. Allohga shukr. Mana shu dorilarni chiqarganlarga ham rahmat aytyapmiz. Rahmat, shunchalik shifo berdi. deb ashuna deyapmiz. Ovqatlarda ana qilmaydi, ana shu Halil ichgandan beri ama kechki paytda ovqat yemay faqat salat yeyapti. Endi kuch kelmasin. Oldin 3 mahal ovqat yeyar edi. Endi oz yeydi, o'zi ko'p yemaydi-yu. Endi baribir hozirgi paytda bu kasallik yosh tanlamaydi. Ha, shunaqa ekan. Yosh tanlamaydi, sharoit tanlamaydi. Bugun kelaman, ertaga kelaman demaydi bu kasallik. Shu kabi insonlar bor hozirgi paytda sizni shu ko'radigan. Ya'ni onalar bor, otalar bor. Shu kasallik bilan farzandi kasallanib qolgan ota-onaga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Sabr qanoat bersin hammaga. Allohdan shifo tilasin hamma. Bolalarini rohatini ko'rishni xohlaydi hamma. Uzoq umr, ulug' rizqlar bersin. Qanoat qilinglar. Alloh shifo beraman desa bir kunlik ekan. Endi misol uchun-da shuncha kutdik, Allohga shukr. Shunchalik shifo berar ekan-u, buyog'iga ham shifo bersin. Qanoat qilaylik, qizim qanoat qilgin sen deb ashuna deyapman. Sabr bersin. Hamma ota-onalar qanoat qilish kerak ekan. Boshiga tushgandan keyin ko'rmay iloji yo'q ekan. Ko'rgandan keyin sog' salomat bo'lsin deb duo qilishdan
boshqa narsa aytmaysiz ekanda. Bu mahsulotni olib ichirganingizdan o'zi rozimisiz? Rozimiz. Ukalariga ham rahmat. Endi u qizim uyda-da endi hozir. Shuning uchun hisobda 3 ta ukasi bor. Hammasi yordam beryapti. Borib mana o'g'lim borib olib kelyapti. Keyin olib kelib berdi. Yana bir Baraka topsin. rahmat hammasiga duo qilib o'tiribmiz biz. Shifo berib, yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi deydi bular ham. Biz xursandmiz opamni yaxshi bo'lib qolganidan deb ashna deydi. Bular ham xursand, biz ham xursandmiz. Ko'pchilik inson bor. Bu kasallik bilan kasallangan, hozir sizni, bizning suhbatimizni eshitadigan baribir bor, yo'q emas. Chunki bir xil insonlar bor, oylar, hattoki 1 yil davomida kuzatib turib, ichsammi, ichirmasammi deb ikkilanib turadigan insonlar bor-da. Biz endi ichaversin deyapmiz. Asha birinchi marotaba ichadigan dorisini bilmabmiz-da biz. Hali ikkinchi marotaba ichadigandan olib kelib ichiribmiz. Undan keyin siz bilan telefon qilib gaplashgandan keyin shuna deganingizdan keyin borib ashini olib kelib berib yuboribsizlar. O'shini ichiryapmiz. Endi hozir ashini ichyapti o'zi. Mashina ichib boshlab ichaveray. Ajo'mas. Endi mana 15-martda tushish kerak-da, doktorga borib tushishim kerak, yana tekshirtirishim kerak. Qanchalik darajada ichimda nimalar yo'qolganligini bilishim kerak. Endi o'zim bergan metastazlarni yo'qolganini bilyapman, mana qo'ltig'imdagini bilyapman-u. Endi boshqa o'zgarishni bilmayapman-da endi hozir. Tushsam bilaman deb ashna deyapti. Inshaalloh albatta 15-da tushsam keyin ana bo'lardi, kesa bo'lardi, dodi, neslar kelyapmiz degan ekansizlar. Bo'pti mayli deb ashna dedi. 15-martdan keyin bir yo'li qanday bo'lganini bilardik-da deb ashna dedi-da o'zi ham. Eng muhimi baribir Xudo xolasa ulardagi o'zgarish biz uchun. Ikkinchi Xudo xolasa albatta yana kelamiz. Qayta Xudo xolasa avvalambor Xudo xolasa farzandlari bor-a? Ha, bor. Farzandlarini to'yiga kelamiz Xudo xolasa, nevaralarning to'ylariga kelamiz Xudo xolasa. Eng muhimi natija ko'rishlari. Chunki bir xil insonlar bor, aytaylik, qayta misol uchun bir narsani qiladi, lekin ozgina bo'lsa ham natija ko'rmadim deb misol uchun o'zini o'zi siqadi, yeydi. 5 yillab, 10 yillab, 16 yillab bu kasallik bilan kurashib kelayotgan insonlar bor hozirgi paytda. O'sha insonlar uchun ozgina bo'lsa ham bu narsa sabab bo'lsin, ko'rsin, bu haqiqatdan misol uchun insonlar o'zini puliga o'sha sotib olib, o'zi buyurtma berib iste'mol qilayotgan insonlar bor va natija ko'rayotgan insonlar bor degan maqsadda shu narsani ko'rsatish uchun sizlarni xonadoningizga tashrif buyuring. Rahmat. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Agar hozirgi paytda misol uchun Halila mahsulotini ichmoqchi yoki ikkilanib turgan insonlar uchun yoki bir ona sifatida qaysidir kimnidir farzandi bemor bo'lsa, agar onalarga maslahatingiz bor bo'lsa, ikki og'iz boshqa onalar uchun ozgina bo'lsa ham dalda bergan bo'larsiz. Bemalol. Bolalaring shunday kasalga hech kimni bolasi shunaqa kasal bo'lmasin. Agar shuni eshitsalaring, mana shu Halila tez yordam berar ekan. Shularga ham rahmat. Shifo bo'lsin, hamma banda shifo bo'lsin deb oladi. Shifo bo'lsin, olinglar, ichiringlar. Sizlar ham ichirsalaring shifosini bilasizlar. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Eng muhimi bir narsa so'ramoqchiman sizdan. Hozirgi aytgan har bir so'zingiz baribir onasizda, onalik qalbdan chiqdi. Chunki onalar hech qachon aldamaydi. Hurmatli Halila guruhimiz a'zolari, avvalambor hech qaysi bir xonadonda bemor inson bo'lmasin. Hammaning dardiga Allohim shifo bersin. Bizlarni kuzatishni davom eting. Inshaalloh bundan-da chiroyli natijalarni sizlar bilan bo'lishni davom etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunda, yaxshi kayfiyat bilan ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Shuncha uzoq yo'ldan qadr qilib kelganlaring uchun rahmat. Shular sababli qizim mehmon qilib chaqirganingizga rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'linglar. Oxirgacha shifosini bersin. Shifo bergani rost bo'lsin. Hech banda noumid bo'lmasin bolam. Sog' bo'linglar sizlar ham. Umringiz uzoq bo'lsin sizga. Rahmat. Sizga rahmat. Rahmat sizlarga ham.